Andijon Bo'z tumaniga kelaverasizlar. 20 ming so'mdan kvadrat gilomlar berib olishyapti. Ko'rib turganlar 20 ming so'mdan, 40 ming so'mdan, 70 ming so'mdan, 100 ming so'mdan kvadrat gilomlar berib olyapti. 60%, 70% skidka qilishyapti. Aksiyamiz 5-dekabrgacha bo'ladi. Ishondingizmi? Aksiya qilishar ekan bular. 100 ga 100 aksiya qilishar ekan. O'zimiz guvohimiz. Mana shuncha ishchilar hammasi guvoh. Bekorga harakat qilishgan yo'q. Mashinada to'xtamasdan yuklar kelyapti. Andijon Bo'z tumaniga bemalol kelaverasizlar. Hammalaringiz gilomlarni ko'rsatib beraman bu tomonda gilomlarni. Bunaqasi bo'lmagan. Kaminatda qilishdi bular. Kaminatda qilishdi. Juda ko'pchilik maza qilib foydalanib qoldi. Endi navbat Andijonga yetib kelibdi. Ko'ryapsizlar, mana gilomlarimiz tushishda davom etyapti. Ya'ni yuklar yuklanyapti ekan. Bolalar malades kechasi bilan uxlamasdan sizlar uchun yuklar tushirib tayyor qilib qo'yishadi. Agar sizni gilomingiz hamma yoq joyida bo'lsa, Instagrami yo'q, Telegrami yo'q, qo'shningizga taqillatib kirib aytib chiqing, chunki bu yerda haqiqatan ham zo'r foyda bo'lyapti. Sizlarga foyda bo'lyapti. Hurmatli Bo'z tumanidaglar, adres so'rayapsizlar, bilaman. Men aytdim, mana pochta binosi bor. Andijondan, Bo'zni sentridan bu tomon Yazavon ketaverishda o'ng qo'lda keladi pochtadan o'tishingizga. Hammalaringni kutib qolamiz. Bunaqa aksiya kamdan kam bo'ladi. Gilom olmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Qoyili